السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muhterem cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennetke kim kiradiganligi to'g'risida ifodalagan bir hadisini o'qish bilan bugungi nasihatimizni boshlaymiz. An ibn Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhu عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسبنا الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام من أيام أكل وشرب. رواه مسلم. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu'nunki o'g'li dadısıdan anlığanlıqı. Dadam bana şundaq bir Resulullah'ın amanetini, yani bir hadisini yetkizdi. Resulullah dadam Ka'b ibn Malik deydigan zatni ve Evs ibn Hadesan deydigan zatni bu ikkilerini teşrik günlerinde Haccetul Vida yılıda, yani hazırki şu hac jarayonidagi ahvolamda tuvandagi so'zni kishilarga jakolash uchun avatibdi. Bu so'z shundoq bir so'z ekan: La yadkhulul jannata illa mu'min. Jannatga faqat mu'min bo'lgan odam kira oladi. Undan boshqa odam jannatga kirolmaydi. Birinchisi bu, ikkinchisi Mina kunlari yeydigan, ichadigan, ya'ni huzur oladigan kun degan mushu so'zni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa yiyişini taqtishni buyurup dadam Ka'b ibn Malik bilen Evs ibn Hadesan deydigan mushu ikki sahabini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendiripti. Bu ikkilen mushu vazifani yetkizganligini manga deb berdi. Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu'nun o'g'li shu hadisni rivoyat qildi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatida, yani hac farz bo'lgandan keyin faqat bir qitim farz hac qilgan jamoat. Hajjatul Veda deymiz, qo'shilishish hajji. Shu hajda bo'layotgan bir jarayon. Bu yerdagi bizningki asosliq bugungi o'rganadigan mazmunimiz jannatga faqat mu'min kiradi. Mu'min bo'lmagan odam jannatga kirolmaydi. Bu bir muhim bir qul. Hamda Rabbimiz Celle ve Ala'nın 99 güzel isimleri var. Şu 99 güzel isimlerden birisi El-Mu'min. Şundaqla her bir yaxşı mu'min bo'lgan odamni biz mu'min deb ataymiz. Mu'min. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu 114 sureninki, yani Kur'an-ı Kerim'deki tertib surelerininki Fatiha 1. sure, Bakara 2. sure deb mushundaq sanığa vaqtimizda 23. red tertibde turdigan 118 ayetten terkip tapgan Mu'minun suresi deb atalgan bir sure var. 114 sureden bo'lgan bir surenin ismi Kur'an-ı Kerim'de Mu'minler suresi. Demek bu mu'min nayte muhim bir atalgı cemaat. Bu atalgının muhim ekanligini biz nereden bilimiz, qandaq bilimiz? Cennetke faqat mu'min kiradi. Bundan boshqa odam jannatga kirolmaydi. İmam Müslim kitabida keltirilgan sahih hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga bo'lgan isnodida shak yo'q. Endi mushu dunyoga qaraydigan bo'lsak, milyonlagan insan dünyaya bizga o'xshash keldi, tug'ildi, yashadi, o'lib ketdi. Bularning ichida mu'min degan bu sifat bilan sifatlangan insonlar bor. Bularning soni nəhayət az emas. Az sondagi odamlar mu'minlik sifati bilan sifatlanib yashay oladi. Ko'pinchisi ba'zilari qari kafir, har xil tabiqadagi kafir, dehlizm deymiz ve inandan boshqa müşrik deymiz, her xil firqalarga ayrılgan muşundaq kafirlar, bazıları münafıqlar,
ba'zilar fasiqlar, mushundaq har xil ayrımçılıqlarga, har xil gruplarga bölünüp yaşadı. Bularning soni nihoyat ko'p. Her zaman bular ko'p bo'lib keldi, ammo mu'mindarchilik sifati bilan sifatlangan odamlar tarixdan buyon jiq bo'lib boqmadi jamoat. Mana hozir mushu soatda biz Ramazonda taravih namozi o'qiymiz deb mishada mushu jamoat yig'ilib o'tiryapmiz. Ammo o'yin tomosha qiladigan o'rinlar, ishratxonalar, har xil sohadagi mushundaq xarobiylik, vayronchilik o'rinlarga qaraydigan bo'lsak, liq to'shab ketganligini ko'ramiz. Ancha-muncha ko'chko'ylardan va biyalardan o'tib qolgan vaqtimizda mana shundaq choyxonalar, bu liq adam o'tirganligini ko'ramiz. Naqsh usul so'rinlari, nag'mi navo so'rinlari, behuda so'rinlarda, majlislarda odamlarning soni nihoyat ko'p, ammo mu'mindarchilik so'rinida odamlarning soni hech bir vaqt chiqib boqmadi. Mana shundaq yashab o'tib keldi. Bu ummat mushu holatda yashab Allohga uchrashudir. Endi bu yerda bizning Allohdan tilaydigan talabimiz va Allohga qiladigan duoyimiz shuki, biz mu'minlik holatda, mu'minlik sifat bilan sifatlanib mushu hayotda yashash bu nihoyat muhim jamoat. Mu'minlik sifat nihoyat muhim. Bu dunyoda mu'min degan unvondan, mu'min degan sifatdan alohida o'rinda turadigan hech qanday bir sifat yo'q, hech qanday bir unvon yo'q. Mushu dunyodagi har qanday ilmiy unvonlar bo'lsin, albatta ilmning fazilati nihoyat ortiq. İlim nihoyat ulug' bir narsa, pek isil narsa, ilm haqiqatan kuch, ammo u ilimlik odamda iymon bo'lgan vaqtida kuch. İman bo'lmagan vaqtida u faqat shaytonning yo shogirdi yo ustozi, undan boshqa narsa emas. Hamda demak, jannatga faqat mu'minlik kira oladigan bo'lsa, mu'mindan boshqa odam jannatga kirolmaydigan bo'lsa, demakki bizning eng muhim diqqat qiladigan nuqtamiz, eng muhim izlanadigan temamiz mana shu birla so'z bo'lishi kerak. Qur'oni Karim mu'minlarni qaysi sifatlar bilan sifatladi? Bu sifatlardan neçisida men chudikanman, biz chudikanmiz, farzandim chudikan, ayolim shu sifatlarga chudikan, neçisiga tushmaydi ekanmiz. Chunki tushsa ahvol chatoq. Tushmasa ahvol jannatga kirolmasa nima kirdi bu odam hamda? Jahannamga kirdi. Yoki jahannam bilan jannatning o'ttirsida bir o'rin bor, shu yerda turdiganligi tilga ilinadi, hamda u nihoyat ig'ir ahvol hamda. Demakki bu mu'min nihoyat muhim atalg'u. Hamda Rabbimiz Mu'minun surasida estaizu billah qad aflahal mu'minun. Mu'minlar g'alabaga erishdi. Bu arab tilida, arab til uslubida aflaha degan fe'l imtihonga qatnashganlarga nisbatan imtihondan o'tdi. Musobaqa qatnashganlarga nisbatan musobaqada g'alaba qilib birinchilikka erishdi. Va har qanday ishda eng oliy o'ringa imtiyozga erishdi degan mushu so'zga arablar aflaha degan bu fe'lni ishlatadi. Ya'ni g'alaba qildi, natijaga erishdi, qozondi, eng alohida imtiyozli bo'ldi degandek ifodalar bilan ifodalangan mushu fe'lni mu'minlar qozondi. Mu'minlar g'alaba qildi. Mu'minlarning ishi o'ng keldi degan mushu sifat bilan qad aflahal mu'minun degan bu jumla bilan Rabbimiz jalla va ala bu surani shu shaklda boshladi. Shuningdek Imom Shafi'i rahimahulloh nihoyat aqlliq so'zni qisqa qiladigan gibi bek tushunishlik zot ekan. U zotningki val asr surasi haqidagi bergan bir tushuntirishida agar Qur'oni Karimning boshqa hech bir yeri nozil bo'lmay, faqat val asr surasi nozil bo'lgan bo'lsa, mushu ummatga yetgan bo'ladi deb ifodalagan ekan. Hamda mushu val asr surasida illallazina amanu innal insana lafi khusrin deb bo'lgandan keyin mushu dunyodagi heliqi firqalar, heliqi guruhlar, son sanoqsiz insonlar,
her xil unvan bilan sifatlangan insonlar mushularning hammasi ziyon ichida deb bo'lgandan keyin faqat bu yerda illallazina amanu mu'min bo'lganlar ziyon ichida emas. Faqat bu yerda ziyon tortmagan, g'alaba qilgan, natijaga erishgan, buning ishi to'g'ri bo'lgan, hisob kitobi to'g'ri bo'lgan inson mu'min inson ekanligini bu asr surasidami mushu shaklda ifodalagan. Demakki biz jamoat bizning o'rganadiganimiz unda bo'lganda mu'minning sifatlari qaysi-qaysilar. Rabbimiz bu mu'minlarni qanday shaklda sifatladi? Biz shu sifatlarga tushdikmi? Agar tushmasak, bundan keyin qanday qilamiz? Yoki shundaq namoz o'qib 30 yil bo'ldi, yo 40 yil bo'ldi, ammo qalbimiz taqoq. İmanning lazzatidan huzur ololmagan. G'aflatda ko'zimiz ko'rdi, ammo haqiqatni ko'rmaydi. Shundaq holat yashab qoldikmi? Bu haqda qaytadan mush Ramazon munosabati bilan bir o'ylanib, qaytadan o'zimizni Robbimizning mu'minlarni qanday sifatlaganligini o'zimizga bir silishtirishga to'g'ri keladi. Inshaalloh keyingi qitimliq darslarda Robbimiz jalla va ala Qur'oni Karimda va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadis sharifda mu'minni qanday sifatladi degan mushu mazmunda o'rganib o'tamiz. Bugungi darsimiz mushunchalik jamoat va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.